Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz oldi bilan JavaScript'dagi void uqumi bilan tanishib chiqamiz. Void ko'pincha programma tillarida qimmat qaytarmaydigan funksiyaning oldida keladigan bir ochqichli so'z. Bu ochqichli so'zning ma'nosi quruq degan ma'noda. Uning ma'nosidan chiqib turadiki, bu funksiya hech qanday qimmat qaytarmaydigan bo'lsa, oldiga void yozilsa bo'ladi. JavaScript funksiyalar qimmat qaytarmaydigan funksiya ekanligi uning zotida aniq bo'lmaydi. Shunga biz agar bir funksiya yoki ifodaning ichida ma'lum bir qimmatni yoki ifodani tekshirmoqchi bo'lsak, faqat tekshirib qimmat qaytarmaydigan ahvol ostida bu void degan ifodani ishlatamiz. Endi bu voidni ishlatishning usuli bu misaldagidek shu funksiyaning oldiga void deb funksiyaning ifodasini tirnoqning ichiga deb qo'ysak bo'ladi. Mana birinchi misolga qaraylik. Birinchi misolga qarasak, hozir buningda mundaq bir ulanma. Bu ulanmaning ichida ulanmaga adres beradigan yerga JavaScript void document write hello deb bu holatda qimmat beribdi. Bu holatda oldiga void qo'shilgandan keyin bu keyindagi ifoda ijro bo'lmaydi. Shunga buningda hech qanday bir inkas bo'lmaydi buni ijro qilsa. Endi mana ikkinchi misolga o'xshash. Endi buningda bu ulanmadan birisi bor. Buningga JavaScript yozgan narsa void 0 deganlar narsa. Buni bassa hech qanday inkas qaytmaydi. Shuning bilan biz sinab tushmayli. Biz faqatla bu voidning misolida uchinchi bir misolni sinash bilan ko'paytiramiz. Bu uchinchi misolda bu ABC deb 3 o'zgarguvchi izolangan boshda. Ondan bu A'ning qimmati B'ga, C'ga qimmat yo'llangandan keyingi bu ifodaning o'zini void deb buning qimmatini A'ga yo'llagan. Buning bilan endi voidning nima qimmat qaytarganligini sinash maqsadiga yetkazib bo'ldi. Biz hozir mana shu misol orqali voidni tushunib boqaylik. Ko'chirib, mening JavaScript ijro qilgan yerimga buni choplagandan keyin ijro qilib boqaylik. Bu funksiyamizning ismi getValue. Shunga HTML'dagi 12lik deganning getValue deb funksiyaning ismini yozdik. Demak, bizning HTML'dagi knopkamizni bossak, shu funksiya ijro bo'lgan bo'ldi hozir. Endi sinab boqaylik. Knopkamizni bossak, bu yerda A'ning qimmati undefined deb, ya'ni izolanmagan degan narsa chiqdi. B'ning qimmati 5, C'ning qimmati 7 chiqdi. Biz kodimizga qarab baksak, B'ga 5 yo'llangan, C'ga 7 yo'llangan. Endi bu ikkisiga qimmat yo'llangan ifodaning o'zini void deb bu void funksiyasining ichida A'ga yo'llagandik. Endi hozir A'ning qimmatiga qarasak, A izolanmagan deb turdi demak. Bundan hech qanday qimmat qaytmadi bu yerda. Endi biz agar voidni bermagan bo'lsak, bu ifoda A'ga qaysi qimmatni berdi, buni ko'rib boqaylik. Void bu vaqtda qaranglar, undefined A'ning qimmati. Endi biz voidni elib etsak, A'ning qimmati 7 chiqdi. Ya'ni keyingi qimmat berilgan ifodadagi o'sha qimmatning o'zini A'ga elib, bu A'ning qimmati 7 chiqdi. Ammo void desak, bu endi bu qimmatni qaytargan qimmatni A'ga olmaydi, bu quruq narsa qaytadi. Shuning uchun A'ning qimmati undefined bo'ldi. Bu bugungi darsimizda so'zlangan birinchi mazmun. Endi ikkinchi mazmunga o'taylik. Ikkinchi mazmun bet besib chiqarish. Ko'pincha avvalida biz ma'lum bir tor betniki ichidagi mazmunlarni printerda besib chiqarishga ehtiyojli bo'lib qolamiz. Endi undaq sharoitda biz JavaScript orqali bu besish mashg'ulotini qanday qilamiz degan bir savol tug'ildi. Ammo misoldan ko'rinib turibdi. Qarasanglar bir knopkadan birini qo'yib, bu knopkaning ismi print ekan. Buning 10 klik deganning ichiga window print degan buyruq bilan bersa, bu bet besilib chiqadi ekan. Endi biz bu bet bostirgan ishni sinab boqaylik. Sinash uchun biz bu betning ichiga ozroq
mazmun qistirib qo'yaylik. Masalan, h1 sinoq deb buning ichiga kesilgan mazmun deb bir narsa qo'shib qo'ydim. Buni qo'shib qo'ygandan keyin hamda bu konipimizni bossa biz ichiga window print degan bu funksiyani ijro qilib yozib qo'yaylik. Endi qarasanglar bundan sinoq deb bir mavzu bor, kesilgan mazmun deb kichkina bir tekstli bor. Undan keyin yo'lla deganni bossak, hamma bosamsa deb chiqdi. Print deganni bossak, bu mana printerning laylaydigan bet ichildi. Demak, endi bu biz window print degan ash buyruq bilan navbatdagi betni bosadigan bajaramiz. Bu bugun sizlarga ikkinchi mazmun. Endi uchinchi mazmunga o'taylik. Endi biz kitobimizning ikkinchi bo'ligiga keldik. İkinci bölekte JavaScript'teki obyektler tanıştırıldı. JavaScript'nin özü bu obyektga yüzlengen til. Endi obyektga yüzlengen til degeninki mundaq 4 alaylığı oldu. Birisi kapsullaş alaylığı. Bu kapsullaş degenimiz sonliq ma'lumotlarni yoki metodlarni bir obyektdan joylashtirishni ko'rsatadi. İkincisi toplashtirish. Toplashtirish degenimizde bir obyektning o'zining ichida, ya'ni boshqa obyektlarni o'z ichiga ola oladi. Hamda uchinchi bir alohidaligi varislik. Klass yoki turninki boshqa bir klass yoki turning xosliklari va metodlarga varislik qilishni ko'rsatadi. Bu to'g'riliq hukmlarni biz keyingi darslarimizda tanishtiramiz. Ham to'rtinchi alohidaligi avrishimlik. Ya'ni bu funksiya metodlarninki o'xshamagan shaklda izohlanib olishi bu avrishimlik deb ataladi. Bu 4 xil alohidalik haqida biz keyingi darslarimizda to'xtalamiz. Endi obyekt xosligi deganimiz, biz ilgari tanishgan sonliq ma'lumot tiplarininki xohlagan birisi va yoki boshqa bir obyekt bo'lishi mumkin. Ma'lum bir obyektni izohlab bo'lgandan keyin uning xosligi shu obyektning ismiga bir chekit qo'yib bundaq shaklda ifodalanadi. Masalan, bu document deb chekit qo'yib title desak, ma'lum bir hujjatninki mavzu degan xosligini oladi. Demak, bir obyektning keyniga, obyekt ismining keyniga chekit qo'yib, ondan keyin uning xosligini yozsak bo'ladi. Bu obyektning xosligi. Endi obyektning metod. Endi metod deganimizmi o'xshashlar. Shu obyektning ismining keyniga chekit qo'yib, andan keyin shu metod yoki buyruqni yozamiz. Masalan, biz burunqi darslarimizda izchil ishlatgan document write degan amaliyotda document degan shu obyektninki bir metodi yoki buyruqi. Birinchisi obyektninki bunda xoslik bo'ldi ekan, ikkinchisi obyektning metodi yoki obyektning buyruqlari bo'ladi ekan deb bunda tushunib olsak bo'ladi. Endi obyektni izohlash uchun biz qator degan darsni o'tgan vaqtimizda new degan ochiq so'z bilan tanishib o'tgan. Ya'ni yangi bir obyekt qurish uchun biz shu avval obyektning ismini izohlab olgandan keyin shu ismga new deb object deb mana shaklda obyektni qurib chiqalaymiz. Bu masalan obyekt bo'lishi mumkin yoki bir qator bo'lishi mumkin va yoki bir chislo bo'lishi mumkin. Bu kod yozgan yerimizga bir yangi obyekt qurib qo'yaylik. Masalan, kitob deb bir obyekt qursak, qurish uchun yangi deb andan keyin object deb bunday qilsak bo'ldi. Yozgandan keyin endi biz kitob deganga bir xoslik izohlamoqchi bo'lsak, masalan, kitob deganninki ism bo'ladi. Kitob ismi dedik. Kitob ismi tam masalan uyg'ongan zimin. Ondan kitob avtori deb yana bir xoslik izohlaylik. Bu xoslikni Abdurahim O'tkir deb bu shaklda yozsak, biz obyektdan birini qurdik, obyektga ikki xoslik qo'shdik. Endi bu xosliklarni biz programmamizning ichida qanday ishlatamiz desak, biz masalan buni bir funksiya
yazaylı. HTML nasıl işletiş için. Bu fonksiyamız kitap degan fonksiya bo'lsin. Bu kitap degan fonksiyani ijro qilsa bizga shu izolagan fonksiyamizniki kitobning ismi bilan kitobning avtorini besib chiqarib bersin. Buni besib chiqarish uchun biz document degan obyektninki write degan buyrug'ini yoki metodni ishlatamiz. Write deganning keyiniga masalan men hozir kitob ismi deganni bossam, bizning qurib olgan obyektimizningki ismi degan xosligini bizga besib chiqarib berdi. Ko'rib boqayli. Buni sinash uchun mana ichiga men onClick deganga shu funksiyamni yozay. Funksiyam kitob degan funksiyatdi. Buni yozgandan keyin buni bossam, uyg'ongan zaman deb chiqdi. Demak, bizningki qurib olgan obyektimizningki ismi degan xosligini hozir besib chiqarib berdi. Endi men bu kitobning avtorini besib chiqarmoqchi bo'lsam, kitob avtori deb ishlasam bo'ldi. Men avtori o'zgartirdik. Kitob avtori deganni besib chiqarib boqayli endi. Endi qarasak Abdurahim O'tkir deb bu kitobning avtorini besib chiqarib berdi. Bu endi obyektni qurish va obyektga bu xoslikni qo'shishning jarayoni. Ikkinchi bir misol, bir funksiya orqali obyekt qurmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Buning uchun biz bu funksiyani qurgandan keyin funksiyaning ichiga biz qo'shmoqchi bo'lgan xosliklarni parametr qilib qo'shsak, andan keyin this degan ochiqlik so'z orqali shu obyektimizga qiymatlarni bersak bo'ladi. Biz endi funksiya orqali bir obyektni qurib chiqish uchun kitob deb bir funksiya quraylik. Buning ichiga ism, kitobning ismi, andan keyin avtor, kitobning avtori. Ikki parametr qitib bu bizning qurmoqchi bo'lgan obyektimizningki ism deganimizning o'ziga mush parametrga ismni andan avtor degan yana bir xoslik qitib bu xoslikqa avtor degan parametrni yo'llab beraylik. Endi biz qurib olgan funksiyamizni sinash uchun kitob uchuri deb funksiyadan birini yozaylik. Kitob uchuri degan funksiyamizda biz oldi bilan kitobim deb bir obyekt qurib olaylik. Bu obyekt qurish uchun new degan ochiqlik so'zni andan keyin funksiyamizni yozsak bo'ldi. Funksiyamizning ichida ikki parametr bor. Masalan, birinchi parametri kitob ismi. Kitob ismiga biz Mehmet Avaq deganni kirgizaylik. Ondan kitob avtoriga Yashar Kamol deganni kirgizaylik. Buni kirgizib bo'lgandan keyin document write deb biz endi kitob ismi deb qo'shib qo'yib bu kitobim degan bu obyektimizningki ismini andan keyin bir pash qo'yib o'tgandan keyin kitob avtori deb buning keyiniga kitobim degan obyektninki avtor degan xosligini besib chiqaradigan qilib boqaylik. Endi yo'llar deganni bossak, kitob ismi Mehmet Avaq, kitob avtori mana o'dim bir soat qo'yib chiqdi. Uni jo'yitib ham sinasak kitob ismi Mehmet Avaq, kitob avtori Yashar Kamol deb chiqdi masalan. Endi obyektga metod qo'shishning usulini ko'rib boqaylik. Metod qo'shishda masalan bizning bu kitob degan bayatdan qurgan obyektimizningki kitobninki ismi avtori deb ikki biz xoslik qo'shdik. Endi bunga metod qo'shishda masalan bunga bahosini qo'sh deb bir tal metod qatmoqchi bo'lsak, avval baho qo'shish yoki add price deb bir funksiya izolaymiz. Bu funksiyani izolab bo'lgandan keyin ondan shu obyektning izoatining ichida shu funksiyaning qiymatini xoslikni izolagandek funksiyaning qiymatini shunga bersak bo'ldi. Endi buni sinab boqaylik. Masalan, bu yerda kitobning hozir ismi bilan avtor bor. Biz yana bir tal
Fonksiya izolab, bu fonksiyani baha kirgüz deb. Buningki bu yerda buningga baho deb bir parametr qo'shib qo'yaylik. Parametr qo'shib qo'ygandan keyin baho deganning o'ziga shu bizning parametrda bergan baho degan qiymatni berdigan holatda qilib boqaylik. Endi bu fonksiyani izolab bo'lgandan keyin biz buningki baho kirgüz degan bu metodini shu baho kirgüz degan bizning yangi izolagan fonksiyamizga to'g'rilab qo'ydik. Xuddi men xoslikni izolagandek buningga bir metod izolab bo'ldik. Izolab bo'lgandan keyin endi buni sinab boqaylik. Sinash uchun biz kitobim degan obyektning o'ziga baho kirgüz deb bu metodni ishlasak bo'ldi. Bu metodning bir parametri bor. Parametrga masalan 30 deb baho kirgizdim men. Bahoni kirgizib bo'lgandan keyin endi bu metod qanday qildi desanglar, bu bizning obyektimizga baho deb bir tal xoslik qaytib berdi. Shunga shu xoslikning o'zini besib chiqarib boqaylik. Endi uni besib chiqarish uchun yana pashtin bir ayirib etib, kitob bahosi deb buningga kitobim degan obyektningki baho degan xoslikni besib birdan qilaylik. Endi buni bassak, kitobning ismi Mehmet Avaq, kitob avtori Yashar Kamal, kitob bahosi 30 deb chiqdi. Demak, endi bu obyektning o'ziga bu endi obyektga metod qo'shishning usuli. Bugungi darslik oxirgi bir mazmun bu with degan ochiqlik so'z. Endi bu ochiqlik so'zni ishlatishning usuli, masalan biz bu yerda ziyorat qilish uchun obyektni kitobim chekit baho kirgüz deb ma'no qatdiq. Ondan keyin bu yerda kitobim deb hammasini oldiga kitobim deb qatdiq. With deganni ishlatsak, masalan bu yerda with deb kitobim deb anadan keyin tırnaqning ichiga bu kodni yetkazsam, bu kodda kitobim degan narsani eskartib tushunmasam bo'ladi. Bu anaqa with deganning inglizcha ma'nosi shuning bilan gap-ku. Ya'ni shu kitobim degan obyekt bilan gap bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin kitobim deganni o'chirib bersak, bevosita ashniki xoslik yoki metodlarni ishlasak bo'ldi. Shunga bu with degan ochiqlik so'zni ishlatishning usuli. Endi sinayli, natija o'xshash. Ya'ni bu kitobni ayrim har birisini oldida chekit qo'yib ayirsak bo'ladi va yoki with deb mana shu shaklda ishlasak bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Anglab berganingizga rahmat.